Okay. Bizningki push qilish usulimiz, ya'ni GitHubga o'xshash bir tal repozitoriga 15 yoki 150 odam hech qanaqa konflikt chiqarmay turib push qilishning usuli qanday desa, biz kodimizni bayoningiz yozdim, misol men mana bu o'zimning branchimda bu branch yozib bo'lgandan keyin birinchi qadamni qilgan ishim gitni bosib commitni bosaman. Commit qilma va commitningki nimasiga bir mazmun yozmanda. Misol men buningda nima ish qildim? Eng oxirida misol men buningga nurg'ulgan bu package name'ni reorder rename qildim qo'y hisobdan, to'g'rimi? Rename package name deb yozib qo'y. Buni v1 deb qo'y, chunki yana kelgusida yana bo'lib qolishi mumkin. Men buni commit qilma. Hargiz men commit and push degan besib samanglar, chunki biz ota push qilgan bosqich ekanmiz. Faqatla commit qilsizlar. Commit. Malumimiz commit bo'ldi. Okay, men bir narsa chiqmadimi? Change, hech qanday change qilgan narsa qolmadi deganda tamam. Endi bizning qilgan ikkinchi qadamimizdagi ish nima desanglar, ma branchdan o'zimizning master branchimizga chiqamiz. Master branch chiqamiz. Chiqib bizning guruhda biz qanaqa qilmizsa, men guruhga dal mush bosqichda, mush hozir qilmoqchi bo'lgan bosqichni qilishdan burun misol I will push to GitHub. Alaykum assalom. GitHub. I will to push GitHub deb xat yozib qo'yamiz. Shunlar boshqa savodashlar buni xabar topadi va dal mush vaqtda boshqalar agar push qilmoqchi bo'lsa tuttirdi. Cho'qim tuttirish kerak normalda, bo'lmasa xato chiqadi. Biz bu xatni yozib bo'lgandan keyin shunlardan keyin men masterda hozir masterga chiqib qoldim. Endi men gitda masterni update qilma. Update project. Xohlasanglar update qilsanglar bo'ldi. Xohlasanglar pull qilsanglar, qani pull. Hamma pulni qilsanglar bo'ldi. O'xshash. Pull degan gitning buyrug'i, update project degan mana IntelliJ ID'ning buyrug'i. Farqi yo'q yani. Buni mush birinchi tizimga tanlaymiz va OK qilamiz. Buni qilishga sabab nima? Misol men bayoningizga kod yozdim 1 soat 2 soatningizni. Mush jarayonda boshqa biraylan kodni chiqardimi, chiqarmadimi GitHubga. Agar kod chiqarib yangilik bo'lib qolgan bo'lsa, mening uningdan xabarim bo'lishi kerak. Shu sababdan men mana bu masterni update qilaman. Hozir ko'nglimda eng oxirgi qatim men push qildim shuni bayondan. Shunga hech qanday bir o'zgarish yo'q ekan. Lekin shuni hozir chuqum qilishimiz kerak bu masqishni. 5 minut avval biz push qilgan bo'lsakmi. Endi men update'ni qilib bo'lgandan keyin shundan qilgan ishimiz endi o'zimizning branchimizga chiqamiz. Checkout. Anandan keyin misol normalda misol highwayda misol ketib qolgan bo'lsalar, misol 2 liniyalik yo'l bo'lsa, bir yo'lning bir qismini remont qilayotgan bo'lsa, merge qilgan mashinalar bir-biriga 100 tal mashina ketayotgan bo'lsa, hammasi tang merge bo'lib qator mangda 100 tal mashina jami. Mashinalarning soni azlab ketmaydi yani demoqchiman. Hammasi merge bo'ldi. Shuning o'xshash, men hozir 2 liniyada, ya'ni 2 tal master va yana birisi va o'zimizning branch va mush 2 tal narsani bir-birisiga merge qilishimiz kerak. Ya'ni masterdagi kodni bayat GitHub'dagini biz update qilib qoldik. Shu kodni men o'zimning branchimga merge qilishim kerak. Albatta hozir men merge qilmay desam, bu yerda bir qizil narsa chiqdi. Nimishqa? Chunki men eng oxirgi qatim hozir taxmatan update qilsam, hech qanday bir update qilgudek narsa yo'q deb chiqdi. Shu sababdan boshqa bir narsa chiqmaydi menda hozir. Shuni hozirmi ko'rsatib qo'ying. O'zimning branchimga chiqib, andan keyin gitni bosib, merge bosaman. Merge bosgandan keyin men oldirab ketmay, chuqur master tanlagan bo'lish kerak. Boshqalar tanlab qilish mumkin. Lekin tanlab qolgan holda meni xato besib salsanglar bo'lmaydi. Chuqur men master tanlagan bo'lish kerak. Andan keyin merge qilsizlar. Tamam, men hozir bayataq degandek men qizillik chiqdi. Hech qanday chatoq yo'q, chunki bayataq men eng oxirgi qatim men push qilganim uchun GitHubdan men update qilganda masterni shu hech qanday bir cho'ng o'zgarish yo'q. Hech qanday o'zgarish yo'q yani. Shu sababdan merge qilgandek narsa yo'q senda deb davatadi. Ya'ni sinoma branching allburun masterdagi kodlar bilan nimadagi GitHubdagi kodlar bilan o'xshash, ya'ni eng kamida shu GitHubdagi kodning hammasi bor demoqchi-da men adam. Shu sababdan aşağı chiqdi. Agarda unda bo'lmagan holda men nima qilganki merge bo'ldim bu. Merge bo'lib bo'lgandan keyin shunga endi men push qilsam bo'ldi. Ma'qul usuldan qilsanglar hech qanday chatoq chiqmaydi. Men hozir push qilmay. Yani usul oddiy yani.
unchalik bir murakkab bunaqa ya'ni dattikam deb turib qilishning hojati yo'q ya'ni demoqchiman tushuninglarmi talay sinab turib qilgan ish emas bu GitHub qaysilar nima qilsizlar approve qilsizlar Mavetten ve approve. ha ma'qul hamda push qildim push qilgandan keyin demak men repozitoriyni ochaman bizning teamning ismi team 2 shu sababdan hammaning ustiga chiqdi hozir taxman necha sekundning oldida push qilganim uchun meni bosaman bosgandan keyin yadimda deb qat chiqdi compare qilma miyaga hamda ahmadjonning kelimsini yozma okay miyaga could you please review my code degandek xatlarni yozib qo'ysanglar bo'ldi and you can create pull request okay qaranglar miyada men bayoningiz degan sizlar kirgandan keyin qildim uqmayman lekin bayoningiz biz degan miyada kodlarni emas packaging sifatida va hamma o'zgartirdik bipatma narsa o'zgartirish kirgizdik va hech qanday qo'rqib tushmay push qildik va hech qanday xatolik chiqmadi hech qanday konflikt yemaymiz ma'qul usulda qilsanglar hozir hamda ahmadjon mana approve qildi hozir merge qildi ahmadjon merge qilib bo'lgandan keyin miyada qaranglar miyada delete branch deb bir narsa bor shuni delete qilib o'tish kerak chuqum qildigan ish hozir ahmadjon qilyapti rahmat okey endi qaranglar mana men hozir nima ish qilman olimdan chiqib masterga chiqman check out o'zimning master branchga chiqib olman chiqib chunki men o'zimning branchimnikini push qilib bo'ldim hozir undan keyin masterga chiqib masterni lekin men ya'ni masterni men hozir nima ishga update qilmayman desanglar qaranglar men hozir masalan com deydi Magento project deydi shunami boyagi men Magento deganni o'zgartib bo'ldim hali buni nimaga Selenium master aniki mani utilities deb o'zgartdik mani object classni nima data nima deb o'zgartdik shu hamma o'zgarishlar bo'ldi hisobda ammo buning taxi men masterning taxi buningdan xabari yo'q taxi hozir qadar bayoningizni garchi update qilib nimalar qilgan bilan u burunqi kodni update qilganmiz boyatdan men branchli kodni taxi hech qanaqa u o'zgarishlardan xabari yo'q meniki shu sababdan men buni endi update qilsam qaranglar miyaga diqqat qilinglar menga Magento project va miyadagi object class degan narsalarga diqqat qilsanglar malaga useful class deganga va ichidagi department kod degandekchi hamma so'z kiradi bu yerda update degan narsani faqat masterga ishlatisizlarnikida yana bir narsani deb qo'ying ya'ni o'zinglarning branchlarni update qilishmaysizlar ana update bo'ldi update bo'lib bo'lgandan keyin qildigan ishimiz nima desa macon branch jutimiz ya'ni bu branch saqlab qolishning hech qanday hojati yo'q jutdan burun boshda bir qarab yoqinglar men ismiga chunki men bugun quribman olim deb quribman o'xshash branchdan birini qurib qo'yishning hojati yo'q shunga men delete qilayotgandan keyin yangidan bir branchdan birini cho'qim qurishim kerak 16 da 12 bo'shliq qo'yib mansanglar nomer yozilmabdi-da 16 da bo'shliq deb qo'ysanglar men o'zligidan menga siziq sizildi biz mushunday yozyapmiz 12 2023 yani olimjon deb yozib qo'yamda o'xshamaydigan qilib okay create bo'ldi endi nima ish qilma men boyatin binasiga avatib qo'ygandim menga I am done deb bunday yozib qo'yma yozib qo'ysam demak bolaning xabari bo'ldi endi olimjon push qilibdi deb hamda update qilsak bo'g'dak degan hamda push qilsam update qilib ana push qilsam bo'laverdi degan bir xabar bo'ldi-da shuning uchun bizning guruhda shu mushlar shaklda qilyapmiz okey menimcha tushunish yo'l deb o'ylayman to'xtatdik